Asonlashtirilgan iman yurishlikki 3-qism Allohning samoviy kitoblariga ishonish va Qur'onni bilish. Avtori Muhammad al-Jibali. 1-bab imanning 3-turiki. İmanның 6 turiki. Mazkur yurishlik o'qishliqlarning 1-qismi, ya'ni Allohni tanishda biz imanning 6 turiki haqida qisqacha to'xtalgan edik. Bu 6 turik, ya'ni rukun Jibril alayhissalom hadisida bayon qilingan bo'lib, ayni chaqda Jibril alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yeniga kelib, uningdan islom, iman, ihson va qiyomat to'g'risida so'ragan. İmanның 6 turiki tuvendikilardir. Allohga iman etish, farishtalarga iman etish, samoviy kitoblarga iman etish, payg'ambarlarga iman etish, qiyomatga iman etish, taqdirga iman etish. Biz yuqoriqilarning hammasiga iman etishimiz kerak. Allah subhanahu va taolo tuvendiki oyatda bularning dastlabki to'tini bayon qilgan. Tarjimasi: Payg'ambar Rabbi tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmu iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Sura Baqara 285-oyat. Ondan Allah subhanahu va taolo bularning 5-ni tuvendiki oyatda bayon qilgan. Tarjimasi: Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish yaxshi amalga kirdi. Sura Baqara 177-oyat. Bu turik, ya'ni rukunlarning har qanday biriga iymon keltirmaganlar mu'min emas, kafirdir. Allah subhanahu va taolo bu haqda shunday deydi. Tarjimasi: Kimiki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq azg'on bo'ladi. Sura Nisa 136-oyat. Haqiqiy mu'min Allah subhanahu va taoloning barliq kitoblariga iymon keltirish kerak. Samoviy kitoblarga iymon keltirish iymonning 3-turiki. Shundaqla bu kitobning bosh temasidir. Kitoblarni bilish. Vahiy. İmanımızın muhim turiklaridan biri Allah subhanahu va taoloning payg'ambarlarga kitoblarni nozil qilganligiga qat'iy ishonishdir. Payg'ambarlar o'zlariga nozil qilingan kitoblardan foydalanib, ummatiga ta'lim beradi va ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Allah subhanahu va taolo bizni o'zining kitoblariga iymon etishga buyurib, shunday deydi. Tarjimasi: Ey iman etganlar! Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Allah nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Sura Nisa 136-oyat. Allah subhanahu va taolo nozil qilgan kitoblar uning vahiysining bir qismidir. Vahiy ba'zida kitob yoki sahifa holatida nozil qilingan. Ko'pincha Allohda payg'ambarlar Allah subhanahu va taolodan vahiy qabul qilgandan keyin payg'ambarlarning ergashuvchilari vahiyni kitob yoki sahifa holatida yozgan. Ammo yana ba'zida vahiy payg'ambarlarga yeziqliq kitob holatida nozil qilingan. Masalan, Allah subhanahu va taolo Musa alayhissalomga Tavratni taxtalarga yeziqliq holatda nozil qilgan. Allah subhanahu va taolo o'z payg'ambarlariga qilgan vahiyning hammasila yozma kitob shaklida bo'lavermaydi.
Ba'zida vahiy Allah subhanahu va taolaning payg'ambarlarga bevosita ilhom qilishi, bildirishi shaklida bo'ladi. İlham Allah subhanahu va taala payg'ambarlarning qalbiga qo'ygan ko'rsatma bo'lib, kitob emas. Masalan, Allah subhanahu va taala o'zining oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on degan bu kitobni nozil qilgan. Shundaqla Allah subhanahu va taala yana uningga Qur'onga tava bo'lmagan vahiylarni nozil qilgan. Bu, ya'ni Qur'ondan boshqa vahiylar sünnet deb atiladi. Sünnet Rasululloh sallallohu alayhi va sallam degan va qilgan barliq ishlarni o'z ichiga oladi. Vahiyning ko'rsatmalari. Allah subhanahu va taolaning vahiylari insonlar uchun eng foydali ilmlarni o'z ichiga olgan. Masalan, shularning ba'zilari tuvandikicha. Allah subhanahu va taolaning insonlarning bu dünya hayotida nima qilishi kerakligi haqidagi ko'rsatmalari, axloqliq bo'lish, ibodatni to'g'ri qilish va gunohlardan saqlanish yo'llari. Allah subhanahu va taolaning o'ziga taqvodorlik qilguvchilarni mukofotlab, itoatsizlik qilguvchilarni jazolaydiganligini ko'rsatadigan ilgiriki ummatlar va payg'ambarlar haqidagi qissalar. Oxirat hayoti haqidagi uchurlar. Terilish, qiyomatdagi hisob berish, jannat va do'zax. Allah subhanahu va taolaning kitoblari haqida to'g'ri ma'lumotga erishishning birdan-bir yo'li Allah subhanahu va taolaning kitobi Qur'oni Karimga va oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahih sunnatiga murojaat qilishdir. Biz Allah subhanahu va taolaning kitoblari haqidagi ilm orqali nurg'un muhim savollarning javobini topa olamiz. Masalan, Allah subhanahu va taolaga hech kimni sherik keltirmaslikning, uni ibodatga loyiq birdan-bir haq iloh deb tanishning vojibligi degandek, barliq samoviy kitoblarga o'rtaq bo'lgan mazmunlarni o'rganib olamiz. Allah subhanahu va taolaning ilgirki payg'ambarlarga nimalarni nozil qilganligini va u payg'ambarlarning qavmini nimaga chaqirganligini bilib olamiz. Biz yana kuffarlarning Allah subhanahu va taala o'zlariga nozil qilgan kitoblarni qanday o'zgartib etganligini bilib olamiz. Biz yana Allah subhanahu va taolaning hech kim o'zgartirmaydigan oxirgi samoviy kitobni, Qur'onni nozil qilganligini bilib olamiz. Allah xolisa biz yana bu kitobda bayon qilinadigan nurg'un narsalarni o'rganib olamiz.